Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan VSL, ya'ni Kali Linux'da o'zini maxsus terminali bilan bir xil bo'lgan VSL dasturiga ichki qismiga ulanish ko'rib o'tamiz. Uni qanday qilamiz? Birinchi o'rinda VSL ga kirib olamiz, VSL dasturiga. Xo'sh, keyin kutib turamiz kirishini. Yuklanyapti. VSL dasturi Kali Linux'da nimasi bilan bir xil, ya'ni o'zini nima desam? Xo'sh, Kali Linux'da terminal bilan bir xil ishlaydi va Kali Linux terminaliga o'xshab ketadi juda. Bu yerdan terminalni properties mana terminalga bosib, sichqonchani o'ng tugmasini bosib, properties ga bosib, o'zimizga chiroyli qilib moslab olib, to'g'rilab olsak bo'ladi. Masalan, yashil qo'yib, yashil qilsak o'zi mana shunday qilib o'zimizga to'g'rilab olsak bo'ladi va kodlarini yozsak bo'ladi Kali Linux'da. Umuman qo'lishmay bir xil ishlaydi. Masalan, hozir sudo suv hit bossak, mana foydalanuvchiga o'tdi. Sudo suvni bossak yana rootga o'tadi. Ular shunday qilib bugun shuni terminalni ichki qismiga kirish ko'rib o'tamiz. Uning uchun ip add deymiz. Ip add. To'g'ri yozdim ham. Mana keyin bu yerdan qani edi? Link user degan joyda nusxalab olamiz. Yo, aynet degan joyda mana shu qism nusxalab olamiz. Mana shu joyini. Yo'q, uzr, Kubada shonman. Qilmaganimga ham bir haftalar bo'ldi. Mana shu joygacha nusxalab olamiz dastur kodda, aynet degan joyini mana shu joy 7.0 tagga turadi, mana aynet, link user tagida aynet. Mana shu qismini nusxalab olamizda, push tugmasini bosib remote deb yozsak, remote desktop connection chiqadi. Kirib olamiz va bu yerda qaysi nimaga ulanmoqchisan kirit deyapti. Boyanki nusxalab olgan joyimizni kiritamizda connect tugmasiga bosamiz. Yes deb bosamiz va bizdan username va password so'raydi. Username va passwordni qiyda olamiz, passwordni. Mana bu yerda bizdan o'zi username bilan password so'raydi, o'shani kiritamiz. Agar username biladiganlar va passwordni bilmaydiganlar uchun passwd ni bosib enter deb bosinglar, yangi password qo'yishingizni so'raydi va sizdan yangi password qo'yish imkoniyati bo'ladi. Masalan, yangi parolni qo'yasizlar va retype new password, yangi password parolingizda qayta takrorlang deyapti. Bu yerga ham kiritasizlar. Siz yozgan parolingiz o'zingizga ko'rinmaydi. Bu xavfsizlik yuzasidan. Username nima edi? Username ni men bilaman, o'zimnikini root, password kiritasizlar va OK tugmasini bossanglar. Mana sizlarda Kali Linux'da ichki qismiga kiritdi. Agar kimdir notebook yoki kompyuteri kuchliroq bo'lsa, Kali Linux'da o'zi bilan bir xil qilib kirib ko'rsatadi. Hit qilib yoki kodlarini yozib dasturdan foydalansak bo'ladi. Masalan, hozir qayerga turibmiz? pwd root ls mana the harvester synclic drivers va hokazolar mana ko'rib olsak bo'ladi. Bu bilan biz boshqalardan kompyuterga ulanmasak ham bo'ladi.